O'zbekistonda raqamli markirovka talablarini buzganlik uchun jarimalarni hisoblash mexanizmi kompaniya aylanmasiga bog'langani va u 20% gacha yetishi mumkinligi tadbirkorlar orasida keskin e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Biznes ombudsmen o'rinbosari Jamshid O'runovning ta'kidlashicha, bitta sotuvchining ehtiyotsizligi yoki texnik xatosi tufayli butun boshli brendning choraklik tushumidan katta miqdorda jarima undirilishi amalda 100% bankrotlik deganidir. Soliq kodeksining 227-moddasida ko'zda tutilgan ushbu jazo choralari hatto Coca-Cola kabi gigant korxonalar uchun ham og'irlik qilishi, chakana savdo va retail sohasini esa butunlay falash qilib qo'yishlik mumkinligi rasmiy darajada tan olindi. Ushbu vaziyat atrofidagi muhokamalar hukumat ichida yagona pozitsiya yo'qligini, aksincha idoralararo ziddiyatli spektakl ketayotganini ko'rsatmoqda. Bir tomondan soliq qo'mitasi va prokuratura jazosizlik bo'lmasligi kerak qabilida qat'iy turib, biznesni bo'g'ishda davom etmoqda. Ikkinchi tomondan esa biznes ombudsmen va bosh vazir o'rinbosari kabi mas'ullar tadbirkorlarni himoya qilayotgandek ko'rinib, jarimalarni qayta ko'rib chiqishni taklif qilishmoqda. Biroq bu bahslarning zamirida bir muhim haqiqat yashirin. Rasmiylarning hech biri Rossiyaning Chesniy Znak tizimidan nusxa ko'chirilgan va Alisher Usmonovga aloqador KRT Turon kompaniyasiga eksklyuziv topshirilgan bu tizimning o'zini bekor qilish haqida gapirmayapti. Hukumat ichidagi bu tortishuvlar aslida jamoatchilikdagi norozilikni so'ndirish va asl monopoliya panada qoldirish uchun xizmat qiluvchi manyovrdir. Hukumatning yashirin maqsadi markirovka orqali har bir sotilgan mahsulotdan xususiy operator foydasiga raqamli boj undirish va bozorni to'liq nazoratga olishdir. Og'ir jarimalar esa tadbirkorlarni qo'rquvda ushlab turish va tizimga so'zsiz bo'ysundirish uchun qurol sifatida ishlatilmoqda. Bu esa iqtisodiy islohotlar niqobi ostida biznesni ma'lum bir guruhlarga qaram qilib qo'yish sohasi izchillik bilan davom etayotganidan dalolat beradi. Aynan shu kapitalistik demokratiya tuzumining tatbiqi natijalaridandir. Bu kabi iqtisodiy zulm va sun'iy to'siqlarning haqiqiy yechimi esa faqatgina islomning adolatli iqtisodiy nizomida mujassam. Islomda davlatning vazifasi tadbirkorni arzimagan xato uchun xonavayron qilish yoki uning mulkini nohaq yo'l bilan o'zlashtirish emas, balki halol mehnat va savdo uchun sharoit yaratib berishdir. Xalifalik tiklanganda aynan shunday bo'ladi, inshaalloh.